Assalomu alaykum Centrum Holdings obunachilari. 2026-yilda iyul oyida ota-onamni va yaqinlarimni umra ziyoratiga olib borishni niyat qilganman. Narx-navolar qanday bo'lyapti, shart-sharoitlar qanday bo'lyapti deganlar mana shu videoni oxirigacha ko'rsalaring, sizlar uchun chiroyli qilib ma'lumotni berib o'tamiz. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holdingsda rasmiy litsenziyaga ega ofisga yetib kelganmiz. Bittadan like bosgan bo'lsalaring, Nizom Hoji akamizdan chiroyli qilib ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat, Hoji aka, tushimsiz? Zo'r. Hoji aka, xudo xolasa iyul oylarida qaysi kunda qayerlarda reyslarimiz bor? Undan tashqari shart-sharoitlari, mehmona masofalari, oziq-ovqatlari, narx-navolari qancha bo'lyapti? Obunachilarimizga chiroyli qilib ma'lumotlarni berib o'tsak. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Centrum Holdings ashaddiy obunachilari, hurmatli yurtdoshlar. Xudo xolasa biz 2026-yil iyul oylariga reyslarimiz hamon davom etmoqda. Hozirgi kunda haftaning har chorshanba kuniga Farg'ona Jidda reysimiz bor, ya'ni 8, 15, 22 hamda 29 iyul kunlariga har chorshanba Farg'ona Jidda reysimiz bor. Haftaning har seshanba kuniga Toshkentdan Primo Jidda reyslarimiz bor. Bulardan 7, 14, 21 hamda 28 iyul kunlariga haftaning har seshanba kunlariga Toshkentdan Primo reyslarimiz bor. Bemalol o'zlaringga yoqqan sanalarda tanlab, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga egasizlar. Xo'sh, Makka va Madinada mehmona masofalari, shart-sharoitlari, oziq-ovqatlari qanday bo'ladi, hoji aka? Xo'p, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramada bo'ladi. Xudo xolasa, albatta 14 kunlik umra safarida ibodatga quvvat bo'ladigan o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Madina Munavvarada abed ujun 2 mahal bo'ladi. Makka Mukarramada 11 kun 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Madinadagi gostinitsalarimizni oraliq masofalari esa 150-200 metr markaziyada joylashgan bo'ladi. Xo'p, Makka Mukarramada esa 800 metrdan 1 kilometrgacha bo'lgan, xudo xolasa 4 yulduzli, ya'ni 5 yulduzli gostinitsalarimiz xudo xolasa siz aziz obunachilarimiz, yurtdoshlarimiz xizmatida bo'ladi. Zo'r. Ibodatdan tashqari sayohat, ziyoratlarga qayerlarga boriladi? Xo'p, ibodatdan tashqari ziyoratlarimiz, safarimiz 14 kunlik bo'lsa, 10 dan ortiq ziyoratgohlarga chiqamiz. Xo'p, bulardan ibodatimiz Madina Munavvaradadan boshlanadi. Madina Munavvarada sayohatlardan Qiblatayn, Qubo masjidi, xo'p, Uhud tog'lari, Qur'on bosmaxonalariga ziyorat, Payg'ambarning muborak ravzai muboraklariga ziyorat, ya'ni xurmo bog'lariga ziyorat, xudo xolasa yana bir qancha qo'shimcha ziyoratgohlarga chiqamiz. Xo'p, Makka Mukarramada esa Savr g'ori, Hiro g'ori, Jamarot, Mino, Muzdalifa, albatta Qizil dengiz sayohatlarini yo'lga qo'yganmiz. Albatta malakali 50 boshlarni birgalikda sayohatga, ziyoratga, ibodatga xudo xolasa chiqishlikni niyat qilganmiz. Albatta mukammal umra qilishlikni ham xudo xolasa niyat qilganmiz. Demak, 50 boshi aeroportdan hojilarimiz bilan birgalikda borib, birgalikda kelishadi. Ibodatlarda ham, sayohatlarda ham, ziyoratlarda ham birgalikda bo'lishadi, to'g'rimi? Albatta, safarimiz oldindan aeroportdan xudo xolasa 50 boshlarimiz bilan birgalikda ketishadi. Ziyoratlari, tavoflari hamda ibodatlarida ham birgalikda borib, birgalikda qaytishadi. Firma tomonidan nimalar berilyapti, hoji akalarimizga? Xo'p, firma tomonidan nimcha, kamzil, beji beriladi. Centrum Holdings yozuvi tushirilgan, ya'ni ularga qo'shimchasiga mana bunday yostiqchalarimiz beramiz. Bu bir marta to'lovning ichida firmamiz tomonidan hadya tariqasida beriladi. Xo'p, bizni Centrum Holdings obunachilarimizga bizga aloqaga chiqsa, xudo xolasa, narxini ichida qilib beradigan yana bitta hadyamiz bor. Bu ya'ni toza ehromlarimiz bor. Buni bir marta borib kelgandan keyin kelib, yuvib, yana keyingi safargisiga xudo xolasa olib qo'ysalaring, yaraydigan ehromlarimizni xudo xolasa siz aziz obunachilarimizga bir marta to'lovning ichida hadya qilamiz. Eng qiziq joyi, misol uchun ko'pchilik savol berishi mumkin. To'lovlarda qanday amalga oshiramiz? Misol uchun musofirdan ota-onasiga, yaqinlariga hadya qiladiganlar bor. Bundan tashqari viloyatimizda O'zbekistonda turli chekkalardan kuzatyapti turgan obunachilarimiz bor. Qanday to'lovlarda amalga oshirishadi? Xo'p, bizga mana bu quyidagi raqamlarga, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsa yoki Telegram, WhatsApp, imo orqali aloqaga chiqsa, kelishilgan holda Zagram pasportlarni taqdim qilishadi. Biz ularga o'zlariga xohlagan yoki qulay narxdagi narx-navolarni qilib berib, to'lov usullarini ham bemalol aytamiz. Xohlasa bank orqali, xohlagan o'zlarini uyda o'tirgan holatda o'sha aytilgan sanalarga joylarni bron qilish imkoniyatiga ega, xudo xolasa. Narx-navolari qancha bo'lyapti endi, hoji aka? Xo'p, narx-navolarni biz o'zimiz obunachilarimizga mana shu aytilgan narsalar, aytilgan sanalarga xudo xolasa $1040 dan qilib beramiz. Xohlasa Vodiydan Farg'ona Jidda, xohlasa Toshkentdan Jidda Primo reyslarimiz bor. Bemalol qo'ng'iroq qilib o'zlariga yoqqan sanalarni bron qilish imkoniyatiga ega, xudo xolasa.
do'stlar bilan, qadrdonlar bilan, yaqinlar bilan, oilaviy yoki bo'lmasa qarindoshlar bilan boradiganlar bo'lsa, albatta chegirmalar qilib beriladi. Qilib beramiz, xudo xohlasa. Albatta. Bemalol telefon qilishaversin. Zo'r. Xo'sh, akalar, opalar, qo'limizdan kelgancha ma'lumotni berib o'tdik. Kimda qanday savollaring bo'ladigan bo'lsa, ekran pastiga yozilgan telefon raqamlariga aloqa chiqib, o'zlaringni qiziqtirgan savollaringga to'liq javob olishlaring mumkin. Hoji aka, sizga ma'lumotlar uchun rahmat, charchamang. Rahmat, sog' bo'linglar. Centrum Holidays ham ziyorat, ham ibodat, ham sayohat bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.